Thomas Morganning xromosoma nazariyasi, jins genetikasi belgilarni jins bilan birikkan holda izlanishga doir masalalarga chegirib o'tkazib, agar iloji boricha ulgura olsak, oxirigacha o'tib tushuntirib beraman. Demak, qo'lingizga berildi sizlarda har bittangizda o'sha o'tiladigan tarqatma materialimiz bor. Bu sizlarga ketma-ketlikda, ya'ni proyektordan foydalanmasdan turib, shu qo'lingizga berilgan tarkibiy qismlar kimda yo'q bo'lsa, anoidlarda va ular bilan birgalikda eng asosiy ularda yadroda joylashgan xromosoma. Nima uchun aynan xromosomaga urg'u berildi? Biz bilishimiz uchun bularda qo'sh zanjirdan iborat ekan, bularda nimalar? Nukleotidlar. Albatta bir ma'lum qismi genga olsak ham bo'ladi. Xromosoma gen saqlashini tushundikmi endi mana? Gen. Mana shu xromosomalarda tushunib olishimiz uchun genlardan tashkil topgan deymiz. O'sha genlar belgilarni nasldan naslga o'tkazishda asosiy rol o'ynar ekan. Tushunarli? Xo'p, endi mana shu belgilarni ayrimlari Mendelning o'zi aniqlagan bo'lsa, ularni ayrim belgilar ular alohida, ya'ni mustaqil holda irsilanmas ekan. Ular Mendelning 3-qonuniyati esingizda bo'lsa, bu di-duragay, poly-duragay. Morgan va mana shu uning shogirdlari belgilarni birikkan holda irsilanishini isbotlab beradilar. Ayniqsa uni drozofila pashshasida ham ko'rish mumkin yoki ayrim o'simliklar. Undan oldin bo'lsa, o'simliklardan no'xat gulida esingizda bo'lsa, ikkita olim 1906-yilda Pennet va Betson ularning gulining changdonini shakli va nimasini rangini irsilanmasligini isbotlab beradi. Nimani irsilanmaydi? Mustaqil holda degan paytda mana biz mana shuni bitta xromosoma mana yozilgan bo'lsa, xromosoma misol uchun ularning qaysidir belgisini, ya'ni changdonni shakli bo'ladigan bo'lsa, mana bu gulning rangi. Yoki pomidor mevasi. Ular mana bu holatda mumkin emas ekan. Chunki organizmda shunaqa belgilar bor ekan, ular birikkan holda irsilanar ekan. Shu sababli biz buni bu holatda ishlasak ham bo'lar edi, lekin bu belgilar bir-biridan ajralmagan holatda irsilanmaydi. Shu sababli bizlarga mana shu Morgan nazariyasi juda ham zarur. Mana shu Thomas Morganning nazariyasida jins genetikasini oladigan bo'lsak, biz belgilarni jins bilan birikkan holatdagi xromosoma, ya'ni X birinchi bo'lishlarga drozofila pashshasi, ya'ni drozofila melanogaster. Bularda xromosomani olgan bo'lsak, Morgan aynan shu drozofila pashshasida tajriba olib boradi. Nima uchun? Ularning xromosomasi juda kam, ham o'rganishga yaxshi va ularda belgilarni ayrim belgilarni birikkan holatda irsilanishini o'rganib chiqilgan. 8 ta xromosomasi bor ekan drozofilada. Bu 8 tasini biz ikkitasini jinsiy xromosoma, 6tasini autosoma deymiz. Demak, drozofilani oladigan bo'lsak, buni 2m holatida 8 ta, 6tasini oson bo'lishi uchun drozofilani oddiy misol oladigan bo'lsak, fenotipik, genetik jihatdan, demak, buni belgilab olamiz. Normal qanotli drozofila, demak, normal qanotli drozofilani biz ularni belgilarni birikkan holda irsilanish deb aytdik. Ularning qanotining normalligi va uzunligi deymiz, tanasining rangi bo'yicha bitta xromosomada joylashganini olishimiz kerak. Demak, normal qanotli kulrang tanali, mana kulrang tanali o'sha bitta xromosomada joylashgan. Kalta qanotlini va ularni demak qora tanali hozircha buni foydalanamiz. Demak, normal qanotli va kulrang tanali drozofila pashshani parietal fenotip genotipni oladigan bo'lsak, birinchi navbatda bulardan gamet olamiz. Bizlarga ma'lum, esingizga tushadi, gamet olishimiz qanaqa tartibda? Homozigotda bo'lgandan keyin bizlar katta A, katta B.
va bularning kichkina a, kichik b deb oladigan bo'lsak, bularda gametamizni biriktirib qo'ygan bo'lsak, F1 avlod deb ataladi. F1 avlod bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsak, digitrozigot organizm hosil bo'ldi. Buni biz to'liq dominantlik deb Morgan tushuntirgan paytda bu belgilarni yana tahliliy chachishib ko'rgan paytda retsessiv gamozigot organizmga ularda ajralish ro'y beradi. Uni quyidagicha belgilaymiz. Mana hisoblaydigan bo'lsak, mana shu foizini keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu birinchi sizlarga tushuncha beriladigan ma'lumot hisoblanadi. Qo'lingizda tarqatib olmaganingizda hozir bir chekkadan ishlaydigan nazariy bilan ma'lumotlarimiz bor. Mana bu nima? Tepaga yozib qo'yaman. Onaylik belgisini yozaman-da. Katta A va ikkinchisi mana Krasingorlanmagan va Krasingorga olaman. Va Krasingorga katta A, kichik A, katta B. Va mana bu yerda ota organizmni olgan bo'lsak, o'zini yozib qo'yiladi, kichik va katta. Kichik ikkalasi retsessiv. Demak, biriktirib chiqaradigan bo'lsak, agar xatolik ketsa, e'tibor beringlar, qayerdadir harf nima yoki dominant va retsessiv belgilarda aytasiz. Demak, mana bu yerda hozir ikkalasiga e'tibor bergan bo'lsak, mana shu joyda ikkalasini nima? Krasingor deb qo'yaman. Mana bu ikkalasini yozib qo'yaman. Mana Krasingor. E'tibor beringlar, bu otaga, onaga o'xshaydi. Mana o'xshamaganlar. Mana shu ajralish nisbatan 17% bo'lganligi uchun mana 17% va bu yerda 83%. Jami bo'lsa 100% ekan. 100% ekan. 83%ni har bittasiga agar biz bo'lib chiqargan bo'lsak, bu 41,5% dan tushadi. To'g'rimi? Mana bu 8,5% tushadi. Mana. Va 100% organizm hosil bo'ldi. Agar shu orasidan so'ralsa, aytilsa, mana shu hosil qilingan organizmlardan demak, kulrang, normal qanotli, qora tanali organizmlar necha foizni tashkil etadi desa, 8 dan boshqasi yo'q. Mana shu sizlarga birinchi tushuncha ma'lumot.